Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, bugun sizlar bilan birgalikda bayramona dasturxonimiz uchun, mehmonlar uchun, uydagilar uchun juda ham ajoyib shirinliklardan biri Napoleon torti tayyorlaymiz. Napoleon tortimiz uchun mana bu ko'rib turganlaringizdek ikkita tuxum, demak ishimizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb. Demak ikkita tuxum, bir choy qoshiqda tuz solib, vilkada yaxshilab aralashtiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday tayyorlanadi. Men albatta qancha masalliq ketganini описаниеda qoldiraman. Uksus 10% uksusdan demak bir osh qoshiqda solamizda, vilkada azizlarim yaxshilab aralashtiramiz. Ana endi suv solamiz, yaqdek suv. Demak, suvimiz 350-400 ml solib, uni ham aralashtiramiz. Ana endi azizlarim, bir boshqa idishga 900 gram demak, olinavli un, shedereleta margarini 600 gram xolodilnikdan olib, mana shunday qirg'ichdan o'tkazamiz. O'tkazib, irg'oq holatiga keltiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday irg'oq holatiga keldi. Ana endi xamirimizni, demak, irg'oq holatga kelgan massamizga mana bu suyuq massani solib, mana ko'rib turganlaringizdek xamir holatiga keltiramiz asta-sekinlik bilan. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana xamirimiz tayyor. Mana to'rtburchak shaklga keltirdimda, demak, paket, selofan paket kiydirib, xolodilnikka, ya'ni muzlatgichga yarim soatga qo'yib qo'ydim. Ana endi yarim soat turdi azizlarim. Ana endi stolimizning ustiga un sepamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek paketdan olamizda xamirlarimizni, demak, ustiga, tagiga un sepib, uni yaxshilab asta-sekinlik bilan yoyishni boshlaymiz. Mana azizlarim, ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda yoyiladi. Ana endi xamirimizni kattaroq qilib yoydik. Albatta e'tibor bering, xamirga yaxshilab ishlov berishimiz kerak azizlarim. Ana endi xamirimizni kattaroq qilib yoyganimizdan keyin konvert holatiga keltiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, demak, konvert holatiga keltiryapmiz. Bu hol 3 marta takrorlanadi. Ana endi mana selofan paketga solib, asta-sekinlik bilan mana ko'rib turganlaringizdek muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Demak, yarim soat o'tdi. Mana ko'rib turganlaringizdek muzlatgichdan oldik. Selofan paketdan olib, yana yoyishni boshladik. Ozroqgina un sepib yoyishni boshlang. Mana, demak, mana elastlik holatiga kelyapti. Xamirimiz mayin, elastlik holatiga osongina yoyilyapti. Mana ko'rib turganlaringizdek azizlarim, mana shunday holatda bo'ladi. Demak, mana yana bir bora konvert holatiga keltiramiz. Mana xamirlarni ikki tomonini bukib oldik. Mana ko'rganlaringizdek mana shunday holatda bo'ladi. Mana. Ana endi yana selofan paketga kiydirib, yana muzlatgichga qo'yamiz. Demak azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday takrorlanadi. Yana mana yarim soat turdi. Mana yana endi yoyishni boshladik azizlarim. Shunday holatda takror bo'laveradi. Demak 3 marta takrorlanadi. Ana endi yaxshilab yoyib olamiz. Ana endi yana konvert holatiga keltiramiz. Ko'rib turganlaringizdek mayingina elastlik holatidagi xamirlarimiz. Mana ko'rib turganlaring mana shunday yoyiladi. Mana shunday konvert holatiga keltiriladi. Ana endi selofan paketga kiydirib, yana bir bora muzlatgichga qo'yamiz.
Azizlarim, mana demak, xamirlarimizni oldik muzlatgichdan. Ana endi ozroqgina yoyib, mana uncha ko'p yoymasdan qismlarga bo'lib olishimiz kerak. Men 6 qismga bo'lib oldim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday qismlarimiz teng bo'lishi kerak. Mana. Demak, oldin 2 qismga bo'lib oldim. Demak, o'lchab qismlari bir xil bo'lishi kerak. Mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi mana shunday qavatlari, mana ko'rib turganlaringizdek qavatlari o'sha ko'rinib turibdi. Demak, qolgan 5 qismini muzlatgichga qo'ydim. Qolganini esa asta-sekinlik bilan yoyib olyapman. Azizlarim, mana demak, duxovkamizni qizdirib qo'yibmiz. Azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu sizning xohishingiz, o'zingiz bilasiz qanday duxovkangizning qizishini. Baland olovda pishiriladi. Demak, mana shunday yoyib olamizda listga ortiqcha bo'laklarini kesib olamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek qismlarini olib tashlayapman. Mana shunday bitta-bitta yoyib pishirib olamiz. Demak, vilkalar suqib chiqamiz, shishib ketmasligi uchun, azizlarim. Mana duxovkamizga, mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday ochib qarashlaringiz mumkin duxovkadan. Va ikkinchisini ham yoyib oldim. Vilkadan foydalandim, vilka suqib chiqdim, mana. Demak, 6 ta qismni ham bo'lib oldim. Ortgan qismchalarni esa uni ham pishirib oldim. Mana qizartirib pishirib oldim ortgan qism xamirchalarini. Ana endi Napoleon tortimizni kremini tayyorlaymiz. Kremi uchun azizlarim, demak 250-300 gram sariyog'dan foydalandim. Uni venchikda mana shunday demak mikserlab oldim. Yaxshilab mikserlab oldim. Ko'rib turganlaringizdek. Ana endi 3 ta banka, demak sugishoniy moloko 3 bankada 370 gramdan 3 ta bankani solib yubordim. 3 ta bankali sugushonkani solib yubordim. Ko'rib turganlaringizdek. Demak, sariyog'imiz uy haroratida yumshab turgan bo'lishi kerak, azizlarim. Albatta chiqarib qo'ying muzlatgichdan. O'shandagina siz aytgan krem bo'ladi. Mana demak, kremi uchun ko'rib turganlaringizdek kremlari ham tayyor bo'ldi. Napoleonimizning har bir qismini ham pishirib oldik. Ana endi qismlarini asta-sekinlik bilan kremlab, qavatma-qavat qilib, kremlab bir-birini ustiga qo'yib chiqamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, yaxshilab krem surtavering, kremimiz yetib ortadi ham. Mana men ko'proq krem surtdim. Mana ko'rib turganlaringizdek qoshiqdan foydalandim. Mana. Demak, azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Sizga tavsiya qilib qolaman, azizlarim. Ayniqsa bayramlar uchun hammaga ma'qul keladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Demak, 6 qavatini ham yaxshilab kremlab, surtib qavatma-qavat qo'yib oldim. Ana endi ortgan qismini shunday qizartirib pishirib oldimda ustiga urg'u holatiga keltirdim. Mana ko'rib turganlaringizdek ustiga sepib chiqayapman bezak uchun. Azizlarim, tortlarimiz tayyor. Yoqimli ishtaha. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha deb qolaman. Allohim hammani asrasin.